Assalomu alaykum qadrli do'stlar va muxlislar. Sizlar bilan yana Tangerov Sanjar. Bugun men yana internetga qaytdim. Ya'ni men YouTube'da Tangerov Sanjar degan kanalimga doim videolar qo'shib borardim. Oldiniga bu shunchalik edi, keyinchalik muxlislar ko'payib ketgandan keyin iltimoslarga ko'ra men ko'proq har xil programmalar haqida va igralar va shunga o'xshash narsalar haqida kompyuter darslarini o'tib borayotgandim. Men avvaliga Moskvadan, ya'ni Moskvada ishlardim va o'sha yoqda turib videoroliklar tayyorlardim. Keyinchalik esa birdaniga 3 oyga yo'q bo'lib ketdim. Ya'ni hech qanaqa video va hech qanaqa narsalar qo'ymay qoldim kanalimda. Sababi bor. Sababi men Moskvadan O'zbekistonga ketdim, ya'ni bir kunda, hammasi bir kunda bo'lib ketdi. Ya'ni ishlab turgan joyimda bir kunda O'zbekistonga ketib qoldim. Albatta bu hech qanaqa deportatsiya yoki biron nima emas. Men yana qaytib borishim mumkin biron kun. Aniq sabab uydagi problemalar bilan bog'liq bo'ldi. Demak, endilikda men O'zbekistonga keldim va O'zbekistonga kelganimdan keyin 3 oy davomida uyga internet o'tkazish bilan ovora bo'ldim. Ya'ni har xil apparatlar, har xil internet narsalarni olib ko'rdik. Hech qanaqa internet tez ishlamadi va nihoyat 1 kilometrdan kabel tortib kelishga to'g'ri keldi. Ya'ni telefonlik kabel. Telefon olib kelgandan so'ng esa uyga internet keldi. Internet kelgan bilan oldingiday VIP emas, albatta bu gal oyiga 30 gigabayt internet berar ekan va O'zbekistonning o'zining saytlariga bepul va merga attiga 30 giga. Shuning bilan 50 ming so'm ekan oyiga. Demak, men hozir sredniy tarifdaman. Endilikda videoroliklarni kuniga iloji boricha 2-3 ta qilishga harakat qilamiz. Hech bo'lmaganda bittadan videorolik qo'yib ketishga harakat qilaman. Chunki har kuni menga internetda 1 gigabayt joy bor. Bu esa menimcha ko'p narsalarni qilishga yetadi. Endilikda esa nafaqat YouTube'dan videolar qilamiz, balki aynan mana shu kanal uchun отдельный sayt ochmoqchimiz. Ya'ni sayt ochib, o'sha saytda iloji boricha ko'proq mana bunaqa yozuvlar bilan tushuntirib o'tishga harakat qilamiz. Demak, endilikda faqat sayt bo'lmaydi, balki ko'pchilik muxlislar Odnoklassnikalarga ham savol beryapti. Bilmayman qayerdan topib kelishayotganini. Odnoklassnikalardan ham meni izlab topib va har kuni savollar berib turishgandi. Internetim yo'q paytida esa men iloji boricha ularga telefondan kirib yoki bironta bir kompyuterdan kirib javob yozib qoldirardim. Demak, Odnoklassnikamiz hozir kirib ko'ramiz. Internet ko'rib turganingizdek juda sekin. Sekin bo'lsa ham boriga shukr deb ishlatib turibmiz. Demak, endilikda siz Odnoklassnikalarga ham savollaringizni yozib qoldirishingiz mumkin bo'ladi va yaqinda sayt ochamiz. Saytga esa har xil savollar va har xil narsalar bilan o'zingizni savollaringizni berishingiz mumkin. Hozir negadir Odnoklassnika ochilmayapti. Qaytadan kirib ko'ramiz. Bu yerda internet shunaqa ekan, ishlatmay tursangiz darrov o'chib qoladi va keyin qiyin bo'ladi. Demak, mana bu meni rasmim. Men aytib o'tganimdek kimdandir kattaman, kimdandir kichikman yoshim. 1992-yilda tug'ilganman. Demak, hozir soобщенияларga qaraymiz. Mana masalan, mana Assalomu alaykum Sanjar aka, bir savolim bor edi. Windows xipini udalять qilib, Windows 7 o'rnatsa bo'ladimi? Demak, mana bu ko'rib turganingiz muxlislarimiz har kungi savol beruvchilar. Mana bu har kungi topib o'zlari savol berayotganlar. Demak, bizni kuzatayotganlar chetdan bittagina o'zbeklar emas ekan. Balki qozoq, qirg'iz, tojik va Ozarbayjon, shunga o'xshash ruslar xalqlari ham kuzatyapti videoroliklarni. Balki ularga ham yordamim tegayotgandir. Agar yordam tegayotgan bo'lsa, albatta men bundan xursandman. Har kuni mana savollar keladi. Ba'zilariga javob topa olaman, ba'zilariga yo'q. Men ham unchalik kompyuterni unchalik tushunmayman, lekin ilojim yetganicha javob berishga harakat qilaman. Masalan, bu yerda aytgan Sanjar, zvuk yo'qolib qoldi. Qanday o'nglasa bo'ladi? Iltimos, yordam bering. Masalan, bu insonni kompyuterda zvuk yo'qolib qolgan. Men bunga yordam berishim kerak. Albatta bunga zvukovoy driver kerak bo'ladi.
Ya'ni звуковой driver bu nima? Звуковой driver moy kompyuterda turadigan narsa. Mana dispetcherga kiramiz hozir. Hmm, Bu yerda mana звуковой устройство. Mana bu yerda bittasi o'chib ketgan. Demak, mana shulardan bittasini uстановка qilish kerak. Звуковой driverni ham uстановка qilish juda oson narsa. Men bir necha marta buni video reklamada ko'rsatib o'tganman. Afsuski, hamma videomizni ko'rmagani uchun bu muxlisimiz bilishmasa kerak. Demak, endilikda aytib o'tganimdek, har kuni Odnoklassikalarga ham savollar yo'llasangiz bo'ladi. Har kuni videolar qo'yishga harakat qilamiz. Bugun ochib qaradim, подписчигimiz 1375 ta bo'libdi. Ya'ni videoni qo'ygandan bu muxlislarning emailiga boradigan videolar birdaniga 1375 ta kishinikiga. Demak, bizning prosmotrlar o'zi 400 mingdan oshib ketibdi. Ya'ni bu degani videolar yaxshi ko'rilyapti degani. Yaqindagina bir narsadan men juda ham xafa bo'ldim. Kimdir meni videomni o'g'irlayapti ekan. Albatta men bu insonga avtorskiy pravo berib kanalni yoptirib yuborishim mumkin. Lekin o'sha narsani qilgim kelmayapti. Mana bu inson hozir menga yozib yuboribdi. Hikmatulla adashmasam Yo'ldoshev bo'lsa kerak. Hozir ismi familiyasini aniq o'qiymiz. Meni video uroklarimni olib boshqa kanallarga qo'yib, o'sha kanalda ishlayotgan ekan. Men albatta bunga qarshi emasman, lekini borda bitta video turgani yaxshi. Demak, mana bu videoga kiramiz. Masalan, yozib qo'yib, sizni videongizni boshqa kanalda topib oldim. Mana bu yerda aniq meni videom. Hozir buni ko'rishingiz mumkin. Mana bu mening oldingi kompyuterimda turadigan narsalar va aniq bilaman meni videom. Chunki faqat bu programmalar men ishlataman ko'pincha. Mana bu videoroliklar ham mendan. Demak, Mutal Qodirov, agar meni eshitib turgan bo'lsangiz, kanalingizdan iltimos sizdan videolarni olib tashlang. Chunki men avtorskiy pravo berishim mumkin. Ya'ni men xohlamaymanki sizni turgan boshqa videolaringizni ham birdaniga udalib tashlab, birdan yo'qotib yuborishni. Demak, bizga Odnoklassikadan ko'pincha savol berishayotgan muxlislarimiz nima deyishyapti? Odnoklassikani sindirib bo'ladimi yoki mail yoki sayt shunaqa narsalarni. Qadrli do'stlar, men unaqa narsalar bilan shug'ullanmayman. Ko'pincha to'g'ri har xil programmalarni bepul qilishga harakat qilamiz. Ya'ni har xil programmalarni, pullik programmalar bepul qilishga. Lekin bu narsalar qonunga qarshi. Ya'ni kim bu ishni qilsa, agar topib olinsa, 3 yil muddatga srok ketishi mumkin. Ya'ni 3 yil qamoq jazosi belgilanadi. Chunki bu shaxsiy narsalar. Birovning shaxsiy narsasiga tegish bu menimcha yomon narsa. Ko'pincha muxlislarimiz bo'ladi. PR qilishadi. Masalan, bunaqa deyishadi. Meni opamni yoki singlimni rasmini qo'yib olishdi, shuni buzishim kerak yoki biron nima qilishim kerak yoki o'zlarining rasmini iloji boricha opa singillaringizga aytsangiz, o'sha rasmlarni Odnoklassika degan joyga qo'ymasa. Endilikda video uroklarimiz qanaqa bo'ladi? Endilikda video uroklarimiz mana bu yerda men 60 tacha menimcha 60 tacha video qilganmiz. Bularning hammasi juda ham kerakli videolar bo'lgan. Bu gal bizni videolarda faqat programmalar, ya'ni boshidan oxirigacha qanaqa programma to'g'ri kelsa, o'shani videoroq qilishga to'g'ri keladi. Chunki hamma programma kompyuterda kerak bo'ladi. Men bugun Total Commander va sizni videolaringiz va rasmlaringizni sekret qiladigan papka bo'lmasa ham ushlab qo'yadigan narsalar va shunga o'xshash bir ikkita звуковой programmalar qilishga harakat qilaman. Demak, bugunning o'zida 3 ta videoroq qo'yishga harakat qilaman. Siz mana shu videoni ko'rib turganingizdan keyin yana 3 ta video qo'yiladi izma-ketin. Meni xafa qilgan narsa, kimdir menga strike otibdi, ya'ni bu degani YouTube'dan meni videomni bittasini yopib tashlagan. Mana bu videoni ko'rib tursangiz, ограничение содержания. Ya'ni bu video nima bo'ldi? Bu video endi ishlamaydi. Ya'ni men YouTube'dan narsa skachat qilishni qo'yganman. O'sha uchun endi bu videoni olib tashlagan. YouTube'dan narsa skachat qilishni ko'rsatish bu YouTube uchun noqonuniy ish bo'ladi. O'sha uchun meni videomni olib tashlabdi. Kimdir tashlagan buni aniq. Chunki YouTube'ning o'zi menimcha o'zbek kanallarni tekshirib ko'rib o'tirmaydi.
ya'ni moderatorlari. Demak, bu kimnidir ishi? YouTube'ni tushunadigan, biladigan insonni. Demak, bizda hozir ko'rib turganingizdek svet o'chib qoldi mana. Internetim ham o'chdi birdaniga. Shunaqa, bu yerda internet ham, svet ham paka o'chib qolib, yonib qolib, mana shunaqa bo'lyapti. Men shaharda turmayman, o'sha uchun ba'zida mana shunaqa problemalarga ham duch kelib turibmiz. Menimcha bular menga hech qanaqa xalaqit bermaydi. Svet borda va hamma narsa joyidagida men sizlarga iloji boricha video uroklar qilishga harakat qilaman. Demak, shuning bilan bugungi gaplarni tugatsak ham bo'ladi. Men haqimda bilib oldingiz. Aytgandek, men Tangirov Sanjay 1992-yilda tug'ilganman. 2008-yilda Rossiyaga borganman va shundan keyin 2014-yil qaytib keldim. Ya'ni o'rtada bir marta 3 oyga kelib ketdim O'zbekistonga. Shuning bilan 6 yil davomida Moskvada bo'ldim. Video uroklarni esa 2014-yilda ya'ni qilib boshladik. Mana shunaqa gaplar, qadrli do'stlar. Agarda bironta savollaringiz va bironta menga beriladigan savollar bo'lsa, albatta Odnoklassikaga yozib qoldiring. Tangirov Sanjar deb yozasangiz, menimcha birinchidan men chiqsam kerak. YouTube'da ham, Google'da ham, Yandexda ham hamma tomonda albatta bizni topishingiz mumkin. Demak, men mana bu 60 ta turgan bo'lsa, mana bu kanalga 600 ta video qilmaguncha to'xtamayman. Menimcha bunga 1 yil vaqt ketsa kerak. 1 yil vaqt ketsa-da, sizlar ham anchagina kompyuter haqida narsalarni o'rganib olishingiz mumkin. Xayr, sog' bo'linglar. Keyingi video uroklarda uchrashguncha.